Dasturimizga navbatdagi murojaat Ishtixon tumanidagi Abgor yo'llardan charchagan aholidan kelib tushdi. Qishlog'imiz o'rtada qolgani uchunmi bee'tiborli. Yo'limiz juda ham qiyin. Mana shu yo'lda azobini yeb, oyoqlarim sinib, men cho'loq bo'ldim. Bozorga borishda qiynalamiz. Bizga hech qanday taksi kirmaydi bu yerga. 3 kilometr naryoqdan tashab ketadi. Yo'limizda qish oylari yurib bo'lmaydi. Bolalar maktabga borib kelishi, skoriya tez yordamlar chaqirilganda kelishi juda ham qiyin bo'lib ketadi. 1 soatlarda ham yetib kelolmaydi. Qishlog'imiz qo'ldan kelgancha tosh to'ktirib, yo'llarni yartak bo'lsa ham epaqaga keltirdik. Chunki yurib bo'lmaydigan darajada edi. Loy. Hamisha shu yo'llar remonti bo'lsa, odamlardan pul yig'ib, hasharni ham qilamiz yo'llarni. Qishloqda o'zi asosiy yo'llardan kami 2 kilometr uzoqda. Boshqa qishloqlar misol uchun yo'l ustida bo'lsa, faqat qishloqda ichini yo'l qiladi. Bizlar oldin hali yo'lni qishloqqa kiradigan yo'lni qilib olishimiz kerak. Yurib ko'rgan bo'lsangiz, ko'rgandirsizlar, bilgandirsizlar, qanaqa yo'llarni aholini bu yo'lni oldingi ahvol juda ayanchli edi, juda ayanch mana bunaqa yo'llar. Juda og'ir edi. Chunki hozir juda ko'p bordik, hokimiyatga bordik, avtoyo'lga bordik, obodonlashtirishga bordik, natija bo'lmayapti-da. Bu ko'cha ham asfalt bo'ladimi? Bu yo'l shag'al ko'rtirganida shag'al yo'l. Ashar yo'l bilan shag'al qilindi yaqinda. Bu kishilar asfalt qilib beringlar deyapti. Asfalt qilish uchun opiy byudjetga taklif berish kerak edi. Ovoz yig'ish yo'l bilan g'olib bo'lgandan keyin qilsa bo'ladi. Yutolmasa endi kelasi yillar bironta dastur chiqib qolsa dasturga qo'shamiz. Bormi sizlarda shunaqa dasturlar? Dasturlar bo'lyapti, ha. Qo'yib bera olasizmi keyingi yilda yutolmasa? Taklif beramiz, qo'yiladi. Xudo xolasa qo'yiladi. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va belgilangan muddatda bu manzilga yana qaytamiz.